Bundan 1000 yil avval Xorazmda yer radiusini sun'iy yo'ldoshlarsiz, xaritalarsiz va texnologiyalarsiz o'lchay olishgan. Abu Rayhon Beruniy 973-yilda hozirgi O'zbekiston hududidagi Kat shahri yaqinida tug'ilgan. U yoshligidanoq yulduzlar, sayyoralar harakati, dunyoning tuzilishi bilan qiziqqan. Kuzatishlari va hisob-kitoblari uni o'rta asrlarning eng buyuk olimlaridan biriga aylantirdi. U yerning o'z o'qi atrofida aylanishini taxmin qildi. Yerning radiusini atiga 2% ga yaqin xatolik bilan aniqladi. Dengiz suvining ko'tarilishi va pasayishi qonuniyatini tavsifladi hamda oyning quyosh nurini qanday aks ettirishini tushuntirib berdi. Beruniy yuzlab joylarning geografik uzunligi va kengligini aniqlagan. Geografiya, mineralogiya va tibbiyotga oid asarlari o'z davrining qomuslari edi. U sanskrit, arab, yunon va fors tillarini yaxshi bilgan, bu esa unga turli tamaddunlarga oid bilimlarni taqqoslash imkonini berdi. Uning asarlari O'zbekiston ilmiy madaniyatining yuragida yashab kelmoqda.